Assalomu alaykum rahmatulloh. Qizlar yaxshimisizlar, salomatmisizlar? Biz ishlar boshlab oldik. U yoqda klientlar, bu yoqda o'quvchilar bilan ishlayapmiz. Bugungi mavzuyimiz kosmetologik yuz hujaymasini Dageston usulida o'rganish. Qizlarda nazariy va amaliy bilimlarni ko'niktiribmiz. Mana hozir nazariyadan keyin amaliyot mavzusini o'tdik. Qizlar darslar tushunarli bo'ldimi? Yoqdimi? Yoqdi. Bu yoqda ham bitta qizimiz bor. Xo'p, qaranglar qizlar, yuz hujamasidan keyin algonatli maskalar surib qo'ydik ishlantirish uchun. Plus mana burnilarini ochiq qoldirdim, ko'rishinglar uchun. Yaltiryapti. Juda chiroyli darajada tabiiy ravishda yaltiryapti. Tagida hech qanaqa sigaretkalar yo'q, plus yog'lar yo'q. Tabiiy ravishda umuman burni holati bunaqa emas edi. Qizlar ko'rgan bo'lsanglar, zo'r ochilgan yuz. Bularda rosa poralar kengayib ketgan edi, yuz quruq, kambirini ham xullas aralash yuz edi. Hammasini detalli qarab, o'rganib qizlar bilan ishladik. O'zingizda qanaqa emotsiyalar? Zo'r yo'q. Og'riqli bo'lmadimi? Yo'q. Yoqdimi? Yengil bo'ldingizmi hozir?